Isro surasida Alloh azza va jalla Qur'oni azim va sha'anda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin." Isrofgarlar shaytonlarning birodarlaridir deydi Alloh taolo. Qarang, isrofgarlarni Alloh shaytonlarni akasi va ukasi deyapti. Shayton bilan Alloh panoh bersin tenglashtiryapti. Ya'ni nimada isrof deyilsa, yeyishda, ichishda va barcha narsalarda, barcha ishda isrof qilmaslikka buyuradi Alloh taolo. Agar imkoniyatimiz keng bo'lsa, isrof qilmasdan yetim yesirlarga olib borib beraylik. Kuni o'tmayotganlarga olib boraylik. Qanchadan qancha odamlar bor. Qanchadan qancha nogiron oilalar bor. Kuni zo'rg'a o'tadiganlar bor. Alloh panoh bersin. Alloh taolo sizni bizga bugun ozmi, ko'pmi rizq beryapti, ne'mat qilib beryapti, imkoniyatimizni kengaytiryapti. Alloh uchun qilmaymizmi?